Balenciaga nimalar qilyapti? O'sha mashhur Balenciaga brendi ostida ishlab chiqarilgan sariq paketni biz bugun chizib ko'ramiz. Buning uchun bizga Ibis Paint dasturi yordam beradi. Telefonda juda ko'p dasturlarda chizib ko'rganman, lekin Ibis Paint dasturida chizishim bu birinchi marta. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Chunki juda ham qiyin bo'ldi boshida chizish. Bismillah deb boshlanishiga aynan mana shu trendiy paketni chizishga qaror qildim. Chunki qarasam, juda ham ko'p blogerlar bu aynan mana shu paket haqida kontentlar olyapti. Men ham o'sha kontentlar ichida kichkinagina bitta o'zim hissamni qo'shgim keldi. 6 yillik professional rassom sifatida sizlarga aytib o'taman, shuni telefonda chizish podarka emas ekan. Chunki hozir hamma narsa onlayn bo'lib ketgani uchun aynan mana shu sohaga ham boshimni tiqib ko'rdim. Lekin menga yoqdi. Har doim chizgan rasmlarim boshida yoqmas edi, tugaganda juda ham yoqib ketadi. Prям juda ham bilmayman. Kстати, eslatib o'tiraman, birinchi marta chizganim proba qilib ko'rganman buni. Aynan mana shu blogerlar ham mazza qilishyapti, lekin qimmat paketni ishlab turishibdi deb endi hozir qo'lda to'rim. Nima uchun aynan sariq paket? Shu narsa hamma xitoylik mashhur Zhang Jingyi nimadir короче. Hozir aytaman. Zhang Jingyi ekan. Zhang Jingyi kinofestivaliga qo'lida oddiy sariq paket bilan chiqishi bu oldindan rejalashtirilgan mukammal ssenariy bo'lgan ekan. Ajralib tursin, hamma buni gapirsin degan ma'noda qilishgan. Rostdan ham chunki hamma uni gapiryapti. Sariq paketni ko'rdingmi? Balenciaga'ning sariq paketini ko'rdingmi? Sariq paket ko'targan qizni ko'rdingmi? Bir-birimizga savol berib, YouTube'da ko'rib, Instagram'da ko'rib, mana shu paket chizishga qaror qilib Balenciaga brendi oddiylikni lyuks brendga aylantirish tarafdori. Shuning uchun ham oddiy sariq paket bo'lsa ham aynan shu ham dizaynerlik ishi ekanligini ta'kidlab o'tish. Aktrisa shunchaki paket ko'tarmagan. Bu stil, moda eksperimenti va marketing bo'lgan. Xullas, mana rasmimni amallab nimadirlar qilib bitirmoqchi bo'laman. Tushunolmayman. Tushunishga harakat qilaman programmani. Bu programma menga yoqdi. Hali o'rganish kerak. Hali juda ham ko'p o'z ustimda ishlashim kerak. Mana bu yerda soyalarni qidirib yuraman. Bunday qilsa turkab ketar ekan bir-biriga. Oldin ishlagan programmalarning bunaqa narsasi yo'q edi, lekin bu yengillik men uchun. O'zimizdan blogerlar ham qolishmayapti, lekin kontent qilish bo'yicha. Aynan shu videoni ko'rganimdan keyin o'zi aslida menga shunaqa g'oya keldi. Aynan shu rasmni chizish. Men Komil Ripovani o'zi komik bloger sifatida qabul qilaman, yaxshi ko'raman shunaqa rollarni. Xullas, aynan shu sariq paketiga bo'lgan sayohatimiz tugab bormoqda. Ko'ramiz endi u yog'i nima bo'ladi. Keyingi ijod namunamiz nima chizilishini xohlaysizlar, kommentariyada yozib ketinglar. Ana endi oldiga bitta bo'sh qo'g'irchoqni qo'ndiramiz va rasmimiz tayyor.